mini ekskavator, mini pogrushchik, avtokran va gusenichli ekskavatorlarga ish bor. Sezib turganlaringizdek, bugun ko'pgina texnikalarga ish chiqaramiz, texnikalarga, ya'ni ishlarga bo'y bo'ladi. O'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumot olish uchun. Lapatkani tashanglar deb bittasi chiqqan ekan, to'g'ri gapni aytgan. 54 mingga 5 ta kategoriya o'tdirdik. Aksiya may oyiga distribut qilingan. Mana butun O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston 5 ta kategoriya 54 ming bo'ldi. 4 ta kategoriyaga razishon qildirdik. Necha ming to'ladingiz? 46 ming pul to'ladik. Bugun 20-may o'rtoqlar. Bu faqat may oyiga distribut qiladi o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Do'stlar, ancha paytdan beri ish chiqara olmagandik. Bugun ishlar ancha yig'ilib qoldi, o'shaning uchun hozir sizlarga mana shu ishlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Qancha oyligi, qanaqa. Undan oldin kanalimizga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunaqa ishlardan ko'proq chiqarib borishimiz uchun bizlar uchun motivatsiya bo'ladi. Rahmat. Mini pogrushchikka ish bor. Ish Moskvada soatiga 550 rubldan yotoq joy beradi. Opit bo'lish kerak, pravalar rossiyskiy bo'lishi kerak o'rtoqlar. Ishda nomerini opisaniyada qoldiraman. Ikkinchi ishimiz o'rtoqlar mini ekskavatorga bo'ladi. Soatiga 600 rubldan kuniga 10 soat qo'yadi. 10-11 soatdan ish bezvahodni xohlasangiz akalatga gaplasangizlar ham bo'laveradi. U ham ish ham Moskvada bo'ladi. Uni ham nomerini opisaniyada qoldiraman. Opisaniyani topolmaydigan insonlar uchun videoni tagida ish bor yozuvini ostiga bitta bosasiz, sizga nomerlar ko'rinib keladi. Avtokranashga ish bor o'rtoqlar. 32 tonnadan 25 tonnagacha bo'lgan kranlarda ishlab ko'rgan bo'lish kerak, opit bo'lish kerak, rossiyskiy paravalar bo'lish kerak. Nomerlarini opisaniyada qoldiraman. Soatiga 700-800 rubldan pul beradi. Endi optizga juda ham optiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, 800 rubldan ham oyliklarni beradi. Uni ham nomerlarini pastda qoldiraman. Ish oyligi bez zadержка. Sonra keyingi ish Sankt-Peterburgdan gusenichli ekskavatorga odam kerak bo'ladi. Opitni soatiga 650 rubldan beradi. Трудоустойство, ya'ni ofitsialni sizga ishga oladi. Planirovka, shunaqa kotlovan, transheyn, har xil благоустройство ishlarda ishlab ko'rgan bo'lish kerak, ya'ni opitni bo'lish kerak xullas. Nomerlarni uni ham opisaniyada qoldiraman, bemalol telefon qilib, dogovor qilib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. O'rtoqlar, keyingi ishimiz Sankt-Peterburgdan gusenichli ekskavatorga Qirg'izistonlik akamiz hozir ishlab birdi. Keling, o'zidan batafsil eshitamiz mana shu ish haqida. Bu ikkinchi ishimiz bo'ladi Sankt-Peterburgdan gusenichli ekskavatorga. Assalomu alaykum Xurshid aka, yana bir bor. Va alaykum assalom Murod aka. Akajon, sizga savollarga javob bering shu ish haqida. Gusenichli ekskavator odam kerak, shunaqami Sankt-Peterburgda? Gusenichli ekskavator 6 tonnali ham bor. Bizga nima kerak? Ekskavatorshik. Ofitsialniy ish. Ish ofitsialniy, to'g'rimi? Opit bo'lish kerak, to'g'rimi? Opit обязательно bo'lish kerak. Bez opit bo'lsa bo'lmaydi aka. Xo'p, yotoqjoy ebitchilari bormi? Yotoqjoy butovka beradi, degan o'zidan, водитель o'zidan. Faqat 600dan mana iyunning 15-dan keyin 650 bo'ladi. 15-iyundan keyin 650 ga. Xo'p aka, sizni tushundim. Bo'lmasam, sizga kimning nomerini qo'yamiz aka? O'sha Almazning nomerini qo'yavering bo'ladi. Xo'p, Almazbek aka telefon qilamiz. Almazbek akalar bular hamma shu yerda ishlaydi, hech qanaqa посредник yo'q, o'rtada прямой ish beruvchi bilan o'zlari bilan gaplashasizlar. Bu odamlar просто shu yerda ishlaydi. Mana shunaqa. Mayli Xurshid aka, Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling. Mayli, salomat bo'ling, rahmat Murod aka. Bu yerga ukamizni ham yubordim. Ukamiz ham bugun ketdi, xudo xolasa ofitsialniy ishga kirishga. O'rtoqlar, pullariga garantiya. Bemalol buni ham nomerlarni opisaniyada qoldiraman. Yana bir bor aytaman, opisaniya agar qayerda opisaniyani qanday topamiz desangizlar, videoning tagida ish bor yozuvi orqali shunday bosasiz, sizga pastda nomerlar ko'rinadi. Agar shuni ham chiqmasa, topolmasangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yib, mana shu videoni bitta o'rtog'ingizga Telegramdan tashlasangiz, sizga nomerlar pastda ko'rinib chiqadi. O'rtoqlar, tez telefon qilamiz. Ishni pashti montajsiz qo'yaman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa o'rtoqlar, salomat bo'linglar.